Men qalqonsimon bezman. 30 yoshdan keyin har ayol vazn tashlay olmayotgani va o'zini doim charchagan his qilayotganining asosiy sabablaridan biriman. Agar vazning hatto bitta salat bargini yesang ham oshib borayotgan bo'lsa, agar tarog'ingda boshingdagidan ko'ra ko'proq soch qolayotgan bo'lsa, bularning hammasi bu men. Va qachon men to'g'ri ishlamay qolsam, metabolizmingni ichkaridan buzib qo'yaman. Klinikalarda esa analizlar va gormon tekshiruvlari uchun ko'pincha katta miqdorda pullar olinadi. Lekin shunday yo'l ham borki, u meni dori-darmonsiz ham ishga tushirishga yordam beradi. Kuniga atigi bir hovuch kunga boqar urug'i mening gormonlarim ishlab chiqilishiga turtki beradi va normal ishlashim uchun meni selen bilan ta'minlaydi. Dengiz karami va xurmo meni yod bilan to'yintiradi, metabolizmni tezlashtirishga va senga energiyani qaytarishga yordam beradi. Piyoz va sarimsoq tarkibidagi oltin gugurt gormonlar muvozanatini qo'llab-quvvatlaydi va soch ildizlarini mustahkamlashga